Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Allohning fazli marhamati bilan mana bu yil Ramazon oyi Hayit bayramiga ham yetib keldik. Allohdan so'raymizki, mana bu oydan Alloh subhanahu va taolo bizlardan rozi bo'lgan holatda chiqqanligimizni barchalarimizga nasib aylasin. Aziz birodarlarim, xabarimiz borki, Shom diyorida bu yil Ramazon juda ham barakotli keldi. Chunki ko'p yildan beri chekilayotgan zahmatlarning natijasi o'laroq Robbil alamin Shom xalqiga futuhotlarini berdi. Va Allohdan so'rab qolamizki, kelasi yil Ramazongacha zolimlardan, bosqinchi yahudlardan qutulgan holatda Baytul Maqdisda ham hayit namozlarini o'qishlik siz va bizga nasib aylasin. Va Allohdan so'raymizki, butun dunyodagi zolimlarga o'zi kifoya qilsin va mazlumlarga o'zi yordam bersin. Sharqiy Turkistondagi va butun dunyodagi ahli sunna birodarlarimizga o'zi yordam bersin. Va shu o'rinda eslatib qolamizki, o'zi og'ir holatda turib ham yurtlarimizda bo'lsin, muhojirotda bo'lgan birodarlarimiz G'azo ahliga va Shom ahliga yordamlarini yetkazyapti. Bu kishilardan ham Alloh rozi bo'lsin. Taqabbalallohu minna va minkum solihal a'mal. Yana bir bora Eidul Fitr Hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.